500 ming so'mga yangi galovka bor, pachka. Damas Tico Matiz. Eng qizig'i 6 oyga garantiya bor deb qaysidir viloyatda bilmadim, balkim Namangan, Farg'ona, Andijon videosini chiqarishdi sotuvchi akalarimiz. Alloh rozi bo'lsin, shogirdlar ko'rsatuvdi. Hayron qoldim. Narxi arzon lekin galovkani. Ko'rinishini shu galovkaga o'xshatdim. Balkim boshqa brenddir, balkim bu galovkani olgan bola qimmatroq olgandir. Balkim bu biz Ginezda qo'yayotgan galovka 500 minglik galovkani arzondir ancha. Nima bo'lgan taqdirda bilmadim. Bitta narsani aniq ayta olaman. Hali beri mashinaga o'tirmagan, qo'yilmagan galovkani remont qilib berayotganimizga to'liq ishonaman akalar. Komplekt направляющий втулка, komplekt Ginezda chiroyli qilib zaglushkasini ham qo'yib, sababi zaglushkasi ham atkas qildi juda ko'p edi. Shuni hisobiga. Bu video bilan bu galovka olib kelayotgan akalarimiz bor. Diller deydimi? Bu brend tarqatayotganlar bor. Hech qanaqa negativ emas. Galovkalarga gap bo'lishi mumkin emas. Qaysidir usta shunday olib bosyapti, qaysidir usta polniy remont qildirib boryapti akalar. Shuni hisobiga garantiya bilan qilib bera olasizmi deyuvdi. Qilib beramiz. 6 oygami, necha oyga deyuvdi? Yo'q, uzoqroqqa dedi. Bir yaxshi qarab suviga, yog'iga qaynatib olmay, qizdirib olmay yursa, xudo xolisa 2 yil biz Ginezdalarimiz yurib beradi. Ko'ngillar to'q qilib galovka remont bo'lsa, avtoservis tillarga murojaat qilaverasizlar. Bu videoda galovka olaymi, o'zimga galovkamni remont qildiraymi deyotgan oshnangizga jo'natib qo'ysangiz, maslahatlashib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.